Bundan 100 yil oldin Berlin ko'chalarida ilm istab yurgan 70 nafar o'zbek yigit-qizlarni uchratish mumkin edi. Ularning maqsadlari ilm ma'rifatli bo'lib, xalqni, millatni ziyo qatlamga yetkazish edi. 70 nafar talabani o'qitish uchun bor budini, hatto oxirgi nonini ham bergan o'zbek xalqi, millati. Ilm ma'rifat istagan 70 nafar yosh o'z yurtida xoin deb topiladi va ular dalada otib tashlanib, ustidan bug'doy ekiladi. Eng achinarlisi, ular orasida 16-17 yoshli yosh o'zbek qizlari ham bor edi. O'lim jazosiga hukm qilindi. Javlon Jovliyev, qo'rqma. Bu asarni o'qing va bugungi ta'lim tizimidagi islohotlarni qadrlang.